Mana bu masjidning ichi. Qisqa turibsiz hozir? Mayda turibsiz mana. Mana yerda o'tiribsiz mana, men mayda o'tirib. Ko'rasizlar? Ana devor. Mana sariq devor turibdi-yu. Mana shu devor. Biz 3 metr naryoqda masjidning ichi bor. Bu masjid Masjidul Bayat. Bayat masjidi deydi. Bayat qilishgan. Bayat masjidi. Avvalgi gruppalar kirgan buni ichiga. Kirganmiz. Bu yerda jilla bor. Ha, rangi loqali tarixchi. Musulmon, obod, taqvodor jilla akalarimiz bor. Namoz o'qishadi. Ibodat qilishadi. Kelsak, og'zini aytib bismillah aytib deb kirardik, joy berishardi, ma'ruza qilib, keyin chiqib ketardik. Masjidul Bayat. Bayat masjidi deydi. O'tiramiz aka, o'tirib video olaylik. Bayat yonboshdan olishyapti. Ro'parda oylar. Nimaga shunday Payg'ambar alayhissalatu vassalom qayerda tug'ilgan? O yerda. O yerda tug'ilgan. Nima aytdi Ka'bani oldida? Sallallohu alayhi vasallam. 25 yoshda uylangan. 40 yoshda payg'ambar bo'lgan. 3 yil maxfiy da'vat qildi. Qanaqa? Maxfiy bildirmaydi. Chunki nimaga? Hammaga qarshi da'vat. La ilaha illalloh, hech qaysi but yo'q, xudo yo'q, illo Alloh degani u. Qo'rqdilar, maxfiy. Abu Bakr iymon keltirdi. Usmon, Ali, Talha, Abdurrahmon ibn Avf, Zubayr asha maxfiy bo'lib nima qilishdi? Ko'payib turishdi. 3 yildan keyin Alloh taolo buyurdiki, "Fasta bima tu'mar." Buyurilganda oshkora ayting dedi. Qo'rqmang. Kofirlarning yuziga ayt dedi. Payg'ambarimiz Safo tog'ining ustiga chiqdi. Da'vatini e'lon qildi. Men payg'ambar bo'ldim. Abu Lahab amaki so'kdi. Tabballaka, seni qo'ling qurigur. Shunga yig'dingmi? Tabbat eda Abi Lahabin va Tab surasi nozil. 7 yil undan keyin oshkora da'vat qildi. Makkani oshkora urushdi, so'kishdi. Majnunsan, sehrgarsan, shoirsan, polbinsan, nima bo'lsa choplashdi. Yolg'onchisan, bilamat yolg'on gapirmagan edi. Sallallohu alayhi vasallam. 10-yili Toifga chiqib ketdi. Makkadan umidi sal pasaygandan keyin qayga? Toifliklar da'vat qabul qilaman dedi. Ular battar toshbo'ron qilib qo'ylab qoldi. 3 yil tashqaridan keladiganlar da'vat qilaman deb hajda endi da'vat qilishmoqda. 10-yili hajga chiqdi. Chaqirdi, gapalar orasida yurdi. Payg'ambarimizga oson bo'lgan emas. Bu kishi bo'ldi, yetadi deb qo'ysa bo'lmaydi. Yo'q, kapa yurgan. Assalomu alaykum. 2 oz gapim bor, eshitasizlarmi? Musulmon eshitinglar arablar. 2 oz gapim bor, kapa yurdi. O'sha yili 2 ta odam iymon keltirdi, xolos shoirlar. Zamadul Azdi degan yana bitta shoir iymon keltirdi. Ular ham Yasid tomonidan bo'lgan. 11-yili, keyingi yili hajda Rasululloh tosh otgan yerdan nayoqqa Minoga borib tugatib 13-kunigacha da'vat qildi, hech sabr bermadi. 13-kuni oxirinchi kuni kelyatib o yerda katta toshga tosh otdi-ku hozir. Toshni otib bo'lib, may kelib bashaytda maydonda yotgan 6 ta arablar ko'rdi. Minglagan chaqirdim, iymon keltirmagan bu 6 tasini bo'lar demadi. Haligi oldiga kelib, assalom. Imtamasan, xayrli kech deydi. Xayrli kech deyish johillarning ishi. Доброй ночи. Доброго утра. Xayrli tong johillarning ishi. Musulmonlar assalomu alaykum derkan. Tushunarligi hargiz boshqa so'zga o'tmaydi. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin, duo qilishingiz mumkin. Ama xayrli kech bilan boshlash bu johillar ishi ekan. Halilar xayrli kech uka dedi. Aka deydi. Qurayshdan ekansiz. Nima xizmat? Sizlar to'rtta gaplashmoqchiman. Bu narsalarni aytmoqchiman sizlarga. Mayli o'tiring. Nechta odam? 6 ta. 6 ta xolos. Hazrat qabilasidan 6 ta odam. O'tirib haligilar bilan men payg'ambarman. Bunaqa da'vo bilan keldim. Butlarga sig'inmaysiz. Oyatlar o'qib berishdi. Haligi 6 ta bir-biriga qarab. Subhanalloh. Hali Yasriddagi yahudiylar aytgan payg'ambar shu-yu.
Yahudilar aytishardi, payg'ambar chiqadi yaqinda, bizni payg'ambar bo'ladi, sizlarni adabiylar beramiz. Ash payg'ambar u. Ne kadar güzel sözler aytyapsiz. Nima qilishimiz kerak siz diningizga kirish uchun? La ilaha illalloh Muhammad rasululloh ashhadu an la ilaha aytdi haligi oldi. Musulmon bo'lishdi. Endi nima buyurasiz? Biz ketib qolyapmiz, yurtinglar boringlar. Ahlilarda, qarindoshinglarda, do'stinglar chaqiringlar. Keyingi yilga xuddi shu tunda qayta ko'rishamiz, xuddi shu joyda ko'rishamiz dedi. Nechinchi yil bo'ldi endi? 12. Payg'ambarlikda 12 edi. O G'ori Hiro mayada. G'ori Hiroda boshlangan bo'lsa 12 yil ichida. 12-yili narigilar 6tasi 12 ta bo'lib keldi. 10tasi Hazraj qabilasidan, 2tasi Avs qabilasidan qo'shildi. Rasul aytgan tuni ma'ta yig'ilishdi. Rasul sollallohu alayhi vasallam Makka dan chiqdi ular oldiga. Kelib ular bilan ko'rishib, mashina masjid surati ichkarida o'tirishib, masjid ichkarida o'tirib, iymonlashib, Alloh ulardan rozi bo'lib, xotirjamlik tushirib, qarang, biz xotirjam o'tiribmiz. Agar yaxshi bilsangiz. Qayerda Alloh taolo bir jamoat o'tirib eslasa, Alloh taologa xotirjamlik tushiradi. Farishtalar nozil qiladi. Yuqorida ular eslaydi. O'shdan kelishibdi, yurtdan kelishibdi. Hozir Alloh ehtimol shunday ekandir. Nima keldi ular? Nima keldi begim? Jamoat ko'rishdi. Bitta Rasulullohning o'tirganlarini eslashyapti. Farishtalarim ularning gunohini kechirib yubordim desa ajab pas. Amin. Ajab pas bu hadislarda bor narsa bu. Va boshqa maqsadda yig'ildingmi? Yo'q. Faqat shu Solson haligilar bilan iymonlashib o'tirdi, boshqa bo'ldi. Ular 12-yil. Ular aytishdi, "Ya Rasululloh, bizga bir muallim bering. Bizni o'rgatsin. Biz sizdan uzoqda qolib qolyapmiz." O'zi ettiga men sen muallim chiqarib yuboraman dedi. Billab ketasizlar. As'ad ibn Zurara radhiyallohu anhu ashira ichida eng yoshroq edi. Rasululloh meni zimmamda. Uy berish, joy berish, ovqatiga yordam qilish meni zimmamda. Rasul xotirjam bo'ling. Bo'pti. Mus'ab ibn Umayr degan sahoba chiqadi. Kim biladi? Mus'ab ibn Umayr kim edi? Onasi bilan otasini o'ldirgan. Kim biladi? Mus'ab ibn Umayr. Rasululloh uni muallim qilib jo'natgan sahoba. Kim biladi atini? Kim u odam? Qanaqa odam? Qanday javob beradigan ota javobimiz bor edi, yo'q? Kafan tortsa boshi yetmay qoladi. Sahoba. Sahoba. Kim? Boy xonadondan bo'ladi. Aynan keti. Biz xonadondan-da bu. Biz xonadondan. Bitta xonadonda do'ppimi kiyib qo'yadi, bir ikkovi yuqib qolchi ekan. Alloh qo'yibsiz. Alloh ilm bersin, ilmi ziyoda qilsin. Makkadagi boy opani o'g'li bo'ladi. Kenja o'g'li. Haligi bolani shunaqa yaxshi ko'rardi ekan, bor butun nima qilarib topganni bolasiga berar ekan. Bor topgan bolasiga berar ekan. Makkada mahallaning ichidan o'tib ketsa, Musab ketibdi mato deyishyapti. Data o atiri mashhur edi. Shu bola iymon keltirgan kuni onasi hamyot kesib yubordi. Sen Muhammadga diniga mendan beruxsat kiribsan. Bermayman. Ona qilmay. Ona bola bal bermas, ona bolaligimiz tursin. Sen Muhammad diniga kofir bo'lmaguncha men sendan uzib qo'yaman. Bola mahkam turdi. Alloh oyat tushirdi. Ota-onang shirkka majburlasa itoat qilmaysan, men seni egenman dedi Alloh. Xo'p dedi, Allohga itoat qildi, otasi, onasi norozi bo'ldi. Quloq solmadi, hijratga borib keldi. Habasdan hijratga borib kelgan kuni 5-6 yil yamag'i bor edi. Rasululloh ko'rib yig'lagan. Chunki 6 yil ilgari kim edi bu bola? Boy edi, boyvachcha edi. Alloh uchun kambag'al, yamoqqa aylanib qoldi. Shu bola dinni mahkam shu o'rgangandan keyin Rasululloh odam nima qildi? Madinaga muallim qilib jo'natdi. Murabbiy qilib jo'natdi. Haligini olib ketish sahobalar. Haligi Musab ibn Umayrni 10 ta 12 tasi mahal olib ketishdi. Rasululloh keyingi yili yana shu yerda ko'rishamiz dedi. 13-yili ular 75 ta bo'lib kelishdi. Musabda da'vati samara berib 73 ta erkak, 2 ta ayol bor edi. Nasiba opamiz bor edi. Ummu Amara bor edi. O'sha 2 ta ayol billa 75 ta odam kelib Makka Rasululloh kutib turishdi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom 3 ta odam bilan birga qo'shilib chiqdi. Makkadan chiqdi. Bittasi Ali. Bittasi Abu Bakr. Bittasi amakisi Abbos. Abu Bakr Siddiqni Payg'ambar alayhisolatu vassalom Mino tomon qo'ydi. Mayog'idan birov kelib qolsa bizga nima qilasiz?
Alini pastdan olib qo'ydi Makka tomonga. Makkadan birov chiqsa bizga nima qilasiz? Xabar berasiz. Xabar berasiz. Yonida amakisi bor, Abbos bor, mana bu maydonda birlashib suhbat bo'ldi. Ular aytishdi, "Ya Rasululloh, siz olib ketamiz. Makkaliklar sizni qadringizga yetmayapti. Majnun deyishyapti, shoir bu o'rni uchun yetar. Biz sizni olib ketaylik. Biz yurtimizda amakisi o'rtaga tushdi. "Hey, siz olib ketaman deyapsizlar, o'ylanib olib ketinglar. O'ylanib olib ketinglar. Biz mana himoya qilib olyapmiz jonimizni." Ular aytishdiki, olib ketamiz. Makkada qadri yetmayapti, biz qadri yetamiz ya Rasululloh. Payg'ambar alayhisalom bu men shartim bor dedi. Shartim bor. Shartlarni aytdi. Mana kim islar? Mana kim islar? Men bilan yaxshilik kunda ham, yomonlik kunda ham, xursandchilikda ham, xafagarchilikda itoat qilasizlar menga. Allohga ihson qilasizlar. Harakat qilasizlar. Molinglarda, ahlilarda, xotin bola chaqangizni himoya qilganda meni himoya qilsalar ketaman. Bo'ldi, himoya qilamiz. Deydi Baro ibn Ma'rurchi to'xtash. Ey, jasir billah to'xtash. 75 ta ular. Hozir sizlar bay'at beryapsizlar-ku, va'da beryapsizlar. Bu va'da, katta va'da. Butun Quraysh, butun Arab jazirasi, Yahudilar sizlarga teskari bo'lib qoladi endi. Teskarilikka chidaysizlarmi? Chidaysanglar qilinglar. Dedi, o'zlari kelishib haqiqatan ham. Endi to'xtang ya Rasululloh. Rostdan ham biz hammaga rozi bo'lamiz. Bizga nima berasiz? Shuni evaziga dedi payg'ambar sollallohu jannatdan joy beramiz. Sallallohu alayhi vasallam. Allohni jannatdan olasizlar. Hali jannat degan so'zni Rasulullohning og'zidan eshitgan o'sha sahobalar xuddi Rasulullohning ko'ziga ichiga qararkan, ichida jannatni ko'rgandek bo'lib ketishdi-da. Shunday Baro ibn Ma'rur katta aytgan odam, "Ya Rasululloh, men beray qo'limni sizga. Birinchi bo'lib men beray. Oling qo'limni. Men va'da beraman. Jannat berasiz bizga." Alloh jannatdan va'da qilamaslar. Birin-ketin berishni boshlashdi. Moli bilan, ahli bilan, joni bilan nima qilishga? Himoya qilishga. Din yo'lida xizmat qilishga, harakat qilishlikka, ihson qilishlikka shunday qo'lin berishdi. 73 ta erkak kelib ochida bay'at berishni boshladi. Ikkita ayol ham ketayotdi, payg'ambar sollallohu to'xtanglar xotinlar. Men sizlarni bay'atinglar ashiddan qabul qilaman dedi. Ashiddan qabul qilaman. Lekin ayollar bilan men ko'rishmayman dedi. Nomahram uni qilmayman, ko'rishmayman. Qabul qilaman. Qabul qildim dedi. Ashi ikki ayol Uhud jangiga chiqishgan. Labs, qaringi. Labs. Ancha-muncha erkakda yo'q, ikkita xotinda bor edi shukr. Labs bergan labsning ustidan chiqishgan. Biz Rasulullohga labs berganmiz, Allohga guvohligida. Uhud jangiga chiqib kamonlar otishgan. Bittasi mesestralik qilgan. Qaringi subhanalloh. Tushunarlik. Rasululloh payg'ambar shularni bay'at qilib tursa, ana to'g'ri evasda. Mana shu to'g'ri evasdan odam shaklida iblis kelgan, yetib kelgan. Chidamagan, kira olmaydi. Makka qarab ashidan baqirdi. "Ey makkaliklar! Ey Makka kechasi! Mayerda Muhammad sahobalari bilan maxfiy uchrashuv qilyapti. Sizlar bilmay qoldinglar, turinglar, uy olinglar" deb baqirdi. Payg'ambar alayhisolom sahobalarga qarab ketinglar. Ketinglar. Kafelarga boringlar. Joylashinglar, ertaga ketib qolinglar. Asha qarab, sen bilan hali qiladigan ishlarimiz ko'p dedi. Sen bilan hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Iblisga tahdid soldiki, sen bilan ishlarimiz ko'p. Mal'un dedi. Tushunarlik. Shunday payg'ambar sollallohu Abu Bakr, Ali, amakisi Abbos bilan tushib ketdi Makkaga. Sahobalar Yasriblik, Madinaliklar kapasiga qarab ketishdi. Ertasi kuni sahar Abu Jahlning boshchiligida bir guruhga askarlar chiqdi. Endi qaysi qabilaligini iblis aytmadi-yu. Aytishga ulgurmadi-yu. U ham bemalol harakat qila olmaydi. Kimlar bor? Farishtalar bor. Akalar, opalar, iblis biz ko'zimizga ko'rinmaydi. Lekin bemalol harakat qila olmaydi. Yelkamizda farishtalar bor. Farishtani o'ziga do'st qilib olsangiz, iblisda sizga joy bermaydi. Do'stu, ammo sigaretingiz bilan, so'kinishingiz bilan, g'iybatingiz bilan, sassiq gapingiz bilan, namoz qazo qilishingiz bilan, uyingizda televizoringiz bilan, be'ma'ni narsalar bilan yurarkansiz, ikki farishta do'stlik sal ozayib qolasizlar. Taklif qilaman, bugungi kunda tavba qilib, farishtalarimiz do'st qilishga harakat qilmoqligimiz kerak. Tushunarlik, Makka, Madinaga kelib o'zgarib ketinglar. Ashunday kelib, ashunday ketsangiz, uyingizda keliningiz ham
bu qaynam go'r to'g'rilaydi demasin. Ha, demasin. O'zgaring. Halimlaydi o yo'lingizga oling. Halim, sal o'yizam shu bir vaqtda kim bo'lgansiz? Kelin bo'lgansiz. Sal u shu paytda qilgan xatolarni, qaynat qilgan ishlarni sal qilmanglar. Keng bo'linglar. Boya aytdim, birodar qalbiga bitta yaxshilik qilasiz. Umrbod eslab. Men vallahi ko'zimdan ko'rdim guruhimizda qaynasini oyoqlarini to'g'ri uqolayotgan, tapichkan to'g'rilayotgan o'zi eri indamayapti. O'zi yugurib xizmat qilayotgan kelinni ko'rdim. Ha, zo'r muhabbat qo'ygan qaynas zo'rligi. Deb qaynasi bilan shu yerda urushganlarni ham ko'rdim. Har xil bo'lar ekan subhanalloh odamlar. Shunaliga tushuntir oldimmi? Payg'ambar alayhisalom haligilarni chiqarib yubordi. Undan keyin Rasululloh o'zlari Amakka tushib ketdi. Ertasi kuni Abu Jahl chiqdi. Xonama kapada yurdi. Kim kecha Muhammad bilan ko'rishdi. Oxiri haligi Yasir bilan chiqib qolishdi. Kirib qolishdi. Ey Yasir bilan, sizlar ko'rishdinglar shekilli. Bir qarab qo'yishadi. Yolg'on gapirishsa nima qilingan? Qaytarilgan. Hech narsa qilish olmayapti. Ular ham shu tushgan paytda, o tapchi kimni tapchikasi, men tapchiga olding deb esligi darrov gapni burdi. Haligi yerda Abu Jahlda o'g'li, sen tapchika emas, men nima deyapti? Kim sen deyapsan? Darrov urush chiqarib yubordi. Darrov guldi bo'lib ketdi, boshqa oldiga haligi bo'ldi, sizlar emasdan deb ketdi. Hay Allohga shukr. Alloh ular yolg'ondan ham saqlab qo'ydi. Umnelik qilishdi sahobalar. Shundan keyin ketdi qilishdi. Rasululloh aytdi, ertaroq ketinglar dedi, quloq solishmadi-da. Madinaga nima qilishdi? Yasribga ketib qolishdi. O'sha ulug' voqea masjidda bo'lgan aslida. Mana uni suratga olib tursangiz, chiqib yozing shunda. Ona ichi. Suratlarni ko'raylik, ona masjidning ichi. Kimdir buni Alloh uchun qurgan masjid qilib. Saudiya Arabistoni buzolmayapti. Buzolmaydi. Ha, shunday. Mana hojilar yuradi, to'sqinlik qilyapti buni buzaveraylik deyamaydi. Kelar Alloh uchun vaqt qilingan bo'lsa qoladi betanchimchasi. Ana shu joy turadi, shu yoqqa turadi. Yaqin kungacha ochiq edi. Biz 6 oy ilgari kirib namoz o'qiganmiz. Ramazonni bekitib qo'ydi Allohda. Kirib namoz o'qib chiqqanmiz bu ichida. Har sano namoz o'qirdik. Shu yerda agar jinlar o'tirgan bo'lsa, o'shalar guvoh. Assalomu alaykum birodarlar. Ozga marza qoladi deb kirardik. Kechasi kirardik. Sahobalar kechasi kirishgan uchun kechasi olib kelardi. Ощущение, aura, hissiyot ko'zimizdan yosh oqadi. Siz kunduzi keldinglar, ta'sir pasayib qoldi. Tushunarlik, sahobalar qanaqa ishlardan o'tgan, opalar, akalar, qanaqa ishdan, qanaqa xizmatdan ustidan o'tgan. Sizlarga deng oson kelib qoldi xolosda. Shuncha qadrga yetmayapsizlar-da. Qimmat sahobalar qimmat tushgan. Ular jonlarini evaziga tushgan. Mol va ahillarini evaziga tushgan bu din ularga. Qimmat shuncha qadrga yetishganda. Bizga ham Alloh taolo bu dinni qadrga yetish nasib qilgan bo'lsa, Qildi. Amin. Allohim parvardigor. Allohim o'zing guvohsan. Amin. Alloh o'zing bizning makonimizni ko'rib turibsan. Amin. Ovozlarimizni eshitib turibsan. Amin. Qaysi joyda turganimizni ko'rib turibsan. Alloh taolo ulug' sahobalaringga juda ham baxtli odamlarga nasib qilding. Shu devorda orqasida Rasululloh bilan ko'rishdi. Shu marta bay'at berishgan. Qo'llar Rasulullohning qo'llariga qo'llarini qo'yib jannatda olishgan. Va shu aytgan lafzlari turishgan. Alloh shu sahobalar bilan qiyomatimizni jamlagan. O'sha ikkita ayol bilan ayollari jamlagan. Shu ayollar o'sha ikkita opani Nasibaha opamizni Umma Amara asha opalar bilan jannati bilan ko'rishdi, bularga nasib qilgan. 73 ta erkak bilan va makkalik Ali, Abu Bakr va Abbos Rasululloh bilan qiyomatga biz Alloh bizni jannatiga. Amin. Alloh o'sha kun biz bo'lsa biz ham shu va'dani berardik. Molimizdan ko'ra, jonimizdan ko'ra, uyimizdan ko'ra xizmat qilardik Rasulullohga. Seni Alloh o'zing yordaming bilan. Katta ketmaydi, seni yordaming bilan. Lekin bizning zamonimiz shu kunga qoldi. Alloh o'zing yordam ber. Payg'ambaringni sevib, u kishiga itoat qilib, u kishining tarixini o'rganib, u kishining haqqiga salovat aytuvchi Alloh hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bismillah. Video